Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab yo'q, qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin, ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozirgi kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen buni ustiga ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansa, indinlisa, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. Bir kam 70 deyovur, ketdik. Otaxonlar mana dacha, faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga qiz olib kelamiz? Xudo andali odam bo'lsak. Nimadir deng, Xudo? Indamay xo'p deb qo'yavering, Xudo. Onangni ham yurganmi issiq ekan-ey? Ha, o'zi savri issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsi. Mazzayu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'yi ag'la surtib va relaks. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir seyf olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jicha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdikmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Kelin, sizga kundosh olib kelibdimi? Shu Robertchalik ham bo'la olmadingizmi? Mani jonim charchamadilarmi? Mo'min aka. Nima? Yestirib matoqingizni. Tanish, bu seni kundoshing bo'ladi. Mendan ustun bo'ldimi mana shu zanglagan temiringiz? Xafa bo'ladi ham deb o'ylamaysan-a? Конечно, sendan ustun bo'ladi.
Qattasiz, nima qilyapsiz? Kim bilansiz demagandan keyin, telefonimni titramagandan keyin, gap qaytarmagandan keyin, конечно, sandan ustunda. Ha, jonim meni. Assalom o'zimmi? Nima bo'lasiz? Choydan oling. Voy, yo'tami. Vah, choyni ham tovida damlasizda kelin. Turdinglarmi o'zi? Bu yoqishim sandan oldin turganlar. Kechirasiz. Hali uxlaganlari yo'q. Bechorashgan meni. Uxlamas ekanmi? Yutqizvas kelin, yutqizvas. Robotoy. Bir unga qarab oring. Menga qara manjalaqa. Erimni tinch qo'y. Yo'qoligimdan. Ket. Arazlab onasiga keyin ketib qolmas ekanmi? Yutqizvas, dalshi yutqizvas kelin. Madi, Ha, shampunim qani? bilmayman, tugagan. Rahmat o'zimni Temur xotinim. Mana ko'ryapsanmi? Даже ma'mi biladi qanaqa shampun ishlatishimni. Icho, qanaqa shampun ekan? Ha, Heservey, Timsin mahsuloti. Har doim shundan foydalanaman-ku. Nima qilib beradi buningiz? O jinni, bu bo'y turdagi sochga tushib ketaveradi. Tushunsanmi? Birinchidan soch ildizini mustahkamlaydi, ikkinchidan silliq va yumshoq qiladi, uchinchidan hidi uzoq turadi, keyin yog'lanishni kamaytiradi bu. Qara, sen bilmaysan. Meni jonim biladi meni. Erga qanaqa e'tibor berish kerakligini bilar ekan. Tamom bo'ldingiz kelin, tamom bo'ldingiz. Meni kumushim charchab qolmadilarmi? Zaynabga e'tibor berma. Rashq o'tida yonyapti. To'kurar ekanmi? Oxirigacha yashalmagan ekanmi? Kelin yetdingiz. Bingo, bingo. Oya, ertaga hayit aka, o'shanga xatam naski-paski olib bermaysizmi, yenge? Ha, olib beraman. Faqat oping bilan hamma yoni chinnidek qilib tozalasalaring. Uflama, opa, bab qiz bolasan qilishing kerak u narsani takidak. Hozir. Ulug'bek, bormisan? Aka, marvoylamay turasizlarmi? Hech nima kerak Hayitga uy ko'tarmoqchi edik. Uy ko'tarib uchashga boshladinglarmi? Yo'q. Ha, Uy ko'tarmoqchimiz, zomma. nima degani u? Qo'ymasiz? Chikop o'rniga divonni qo'yamiz. Hop. Mamlaqa turgangilarmi, mamlaqasiga solamiz. Ha, u borga demaysanmi? Boshimni xotirmay vaqtim olmay, mana ertaga turibdimi? Ha, o'sha yerdan olasanmi o'zing? Qayta olib chiqib berganmi? O, ulug', bu yoqqa kel. Sen kiyinasan, men yig'ishtiramanmi? Yonda. Ko'yni eshak, oyoq kiyim hammasini oldim. Hozir sochimni oldirasam, ertaga hayit namoziga totoy bo'lib chiqaman. Amaki, menga hali qachon gap qoladi, bilmaysizmi? Kimdan keyinsa? Appar, mashindan keyin men sochimni olib. O'chib sizga turmaysizmi avvalo? Bura yo'qolayman, oldinga hayit kelganman. Ani kesing vaqtda, amaki, men pishtada. Qanchaga kelaman, Nima deyapsiz? Vau, kiyimlarni dazmol qilib oldim. Ertaga yangi kiyimlarni namoz kiyib chiqaman. Voy, ertalab bo'lib ketdi-yu. Bu yil uxlab qolman namozga. Opa, ne turg'izmaysizlar meni? Bilaman, o'shancha uyg'otganda turish kerak edi. Turishi. Ha, hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz, qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdami? Ha, esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar, bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsni big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik.
esdalik endi, nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi Vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib luk qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Ya, xavotir olma, Vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasizlar. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Здравствуйте, мамочка! Voy, bolam keldi. Aka! Qoching! Oyoqdagi davolash marvaqcha. Bolam! Ko'zi otib ketdi-ku. Volida! Voy, bolajonim. O'sha damlalaring. Obudga bironta ish buyurganini ko'rmay. Daminasin. Mamula sizga tilla sipochka. Opamga pul poltacha. Papulaga andadran terisidan tilpakcha olib keldi. Rahmat ukajonim, sen uchun jonimni ham berib yuboraman. O'g'lim, menga o'xshagan. Begonatsiz. Bolam o'zimga o'xshagan. Yaxlar havosi boshqacha bo'ladi-da. Oqarib ketsiz, sochlaringiz ham yarashgan. Mana tilla sirg'acha bilan stik shikolatchani sizga olib keldim, qo'shiqchi. Voy, men hamma yaxshi ko'rar ekan-ku, Rossiyada ertaroq kelsam bo'lmasmidi? Endi vaqti ketmayman. To'rtadaringga naqlab, soat 12 bo'ldi. Turib mollaringga qara. O'ylayda yotaverasanmi? Birginaman menga o'xshamagan, sizga o'xshagan. Bir so'm pul topmaydi. G'irt bekatgasan. Alyo, opajonim. Obid, meni pulim yo'q, pochchangni ham puli yo'q. Umuman, obshi, men seni tanimayman. Parvardacham. Ha, nima deysan, qora tappi? Opa qanasi deding-ku? Pulim bor paytda oppoqqin eding, patakchach. Bugun nari ko'chada shahzod keldik, endi u oppoq. Ye, onasini debsan, bildim. Rossiyadan kelgan payting tezaging tillading. Hamma jo'rang, hamma yaqining bo'lib qoladi. Puling qolmagandan keyin kuchuk ham kerak emas ekan sizda. Shuncha pulga ikkita onajinoq hamda hozir sir bo'laydi-ya. Bor pulingni chachmay, el boshman kalla.